Dasturchi bo'lishni o'rgatamiz. Bugungi qahramonimiz Iskandar aka hozirda yurtimizning eng katta IT kompaniyalaridan biri bo'lgan Uzinfocomda ishlab kelyaptilar. Qahramonimizdan nega aynan Uzinfocom kompaniyasini tanlaganlarini so'raganimizda, Uzinfocomda xodimlar uchun yaratib qo'yilgan sharoitlar haqida birma-bir sanashni boshladilar. Katta bino, qulay ish joyi, dam olish uchun alohida chill zone, massaj kreslo, sport bilan shug'ullanish uchun trenajyorlar, obed qilish uchun kafe va yana shunga o'xshash ko'plab sharoitlar. Lekin bundan tashqari Uzinfocom kompaniyasini tanlashimdan asosiy maqsad direktordan tortib oddiy xodimgacha bir-biriga bo'lgan ishonchi va qo'llab-quvvatlashi deb aytdilar. Iskandar aka Uzinfocom kompaniyasiga endi ishga kirganlaridan keyin o'zlarining sohalariga oid ko'p yangi bilimlarni o'rganibdilar. Yangi bilimlarni ishlab katta loyihalarda qatnashishni boshlabdilar. Qahramonimizdan shunaqa IT kompaniyada ishlash uchun dasturlashni qattiq o'rgansak bo'ladi deb so'rasak, Uzinfocom qoshida ochilgan YouStudy IT akademiyasini tavsiya qildilar. O'shaday dasturlash kurslarida o'qisanglar, o'qish davomida Uzinfocomda stajirovka qilib, loyihalar bilan ishlab 1 yil ichida shunaqa katta IT kompaniyaga ishga kirib, $1000 bemalol topsanglar bo'ladi dedilar. YouStudy dasturlash kurslari haqida to'liq ma'lumot olishni xohlasanglar, kommentda plus qoldiringlar.